Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammalarning shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Men Stokholmdan Tug'liq Hamid. Biz qarindoshlar bilan diydorlashmag'ini xeyli uzun bo'lib qopti. Ma'lum bir temalar ustida chiqib qoldim. Ovozim yaxshi chiqyaptimi? Ovozim yaxshi chiqqan bo'lsa, tegiga ovoz yaxshi deb yozayotgan bo'lsam, bo'pti-ku, xafa. Ovoz yaxshi chiqyaptimi? Ovoz yaxshi chiqayotgan bo'lsa, ovoz yaxshi deb yozayotgan bo'lsanglar, obdan bo'ladi. Tegiga ovoz yaxshi deb yozayotgan bo'lsanglar, bo'pti-ku, qarindoshlar. Olmayı tuttu. Ma ondek qarindishimiz varki ovoz yaxshi bo'lgan bo'lsa, ma bir degan raqamni nima qilib qo'ygan bo'lsanglar yaxshi bo'ladi. Bir degan raqamni besib qo'ygan bo'lsanglar, undan bo'ldi. Ovoz yaxshimi? Ha, birinchi uyg'ondi. Rahmat masalada ovoz yaxshi bo'lgan bo'lsa. Ha, qarindoshlar, unda bo'lsa, naq maydonni boshlaydi. Men bugun bir 3-4 tema ustida chiqib qoldim. Bugun so'zlamoqchi bo'lgan birinchi temam bo'lsa, men burun bir yilning oldida men degandim, ma'u nima deb Amerika Trump efendim qaytib kelsa, Amerika gurut deganninki aqida nurg'un narsa nim qilingan, o'ylaqi yoshiringan, u gapning ma'nosini kaynadi. Eni demişta Rifiya Uyg'ur radiosiga doir shu gaplar, nimalar xabar bo'limlari taqildi, oshiq pul xashlaydigan yerlar degandim. Albatta, endi o narsani menga nurg'un qarindoshlarimiz gapiribdi, menga voy bu siz degan narsalar chiqyotdi mundaq deb. Shuning bilan shu mushtaq bo'ladi, mo'lchar hisobimda dedim. Endi undaq narsaninki qarindoshlarga qarasak, bu oyliqqa bak bir oyliqqa bilinmaydigan darajadagi narsalar emas. Undan keyin bizmi paranish jarayonida ba'zi bir yerlar bilan biz munofiqlar munofiqlarniki shunday NDdan foydalanib, Xitoyninkidan foydalanib shunday narsalarni qilgan chog'larda bizga degan yalam bo'lganda emas, shaxsan xotirjam bo'lmasdaq Amerika guruh degan anan keyin demoqdaq narsalar va umi yo'qolsa, sen degandek yaxshi bir ko'p mustaqillik talab qilganlar chiqishi mumkin. Chiqinglar degandek. Undan keyin men beshida o Suriyadagi ilqi ishlarni, Afg'onistondagi ishlarni tushunmaylar. Bu qarindoshlarimizga til tekkizgan, bu qarindoshlarimizga ihanatlar qilgan yerim bor. Sanlarniki kallang chataq, bir-biringga o'q atsa, o bu deb. Lekin men bir muxbirlar gaplashish jarayonimdami, menga degan, shuni o'zinglarniki manfaatinglar uchun ishlasanglar bo'lmamdi degandan keyin meningki kallamga keldi. Keyin undan keyin bu to'g'risida Dilyar Musobay bilan temada paranglashsam, u shu to'g'ri deb nima qildi. Ammo men burun turgan yerlarda turganlarning orasida o'zinglar ko'ryapsizlar, kim qarlayotdi ularni. Men endi shundoq o'xshaydi, mushundoq o'xshaydi debmankanman. Hozir endi nurg'un narsalar chiqyotdi. Bo'pmi, bulto yozdagi
munbarning buzilishi, undan keyin Nuriy Tilkining satchiligi chiqishi bilan surgun hukumat o'zini atalmish surgun hukumatnikilarniki jidalni boshqa yoqqa burab, Tomaris xonimninki Kungsuga kirib chiqdi, o'chi bo'chi deb qorlab bir yoz qoyintib munbarni shu Washington xitobnomasi e'lon qilingan munbarni buzib yetishi, undan keyin Hidoyatullo O'g'izxonni qattiq tildigan vaqtimda surgun hukumatniki Nur Ahmad degan odamninki Shveysariyaga menga telefon qilib kechirim so'rasang bo'ladi, biz ba'zi bir yerlar birga mengib qilish deganlar. Meni kallamga nurg'un savollarni keldi, shuni bilan men izlanishga boshladim bu to'g'risida. İzlab ma'lum bir javoblarni topdim. Chunki bularninki nimishqa shunday qildig'ini o'kini Dilyarmi dedi, men munofiqlar qurultaydilarga vaqtdagi changchilik qo'yib bergim yo'q. Men shuni hozir buni vaqti keldi deb o'ylamayman dedi, lekin men unday o'ylamayman. Men bir narsaga kirishsam, men bir narsani nim qilsam, bilsam, men daymancha chiqib, chunki munofiqlar qurultayini maqtasak, qahramon polvon bo'ladigan, surgun hukumatni maqtasak, vatanparvar bo'ladigan shu. Bu yerda da'voga kim ziyonkashlik qilyotdi? Uyg'ur mustaqillik da'vosi zodi kimlarning kontrolligida? Zodi qaysi qoraquul bor bu yerda? Degandek bir qator masalalar chiqib chiquvchi biz nihoyat o'ylanmasak bo'lmaydi. Chunki Dilyar Musaboy apaning deganligidek 2027gacha biz tayyor bo'lib bo'lishimiz kerak. Akademiklar bo'yicha, yozadigan bo'yicha, siyosatchilar bo'yicha ana shunday tayyor bo'lib bo'lgan vaqti bo'lishi kerak. 2027da vaqtga uzun qolmadi. Shuningga bu surgun hukumatniki yahudlardan pul elib 300 ming dollar elib hatto Abdushukur Samsaq apandim ichki ishlar ministri. Prezidenti shu kim u nima deyilaqi prezidenti Mamtimin A'lo Norvegiyadagi Abduvali Parat Abduvali degan akalarimiz bular bilmaydi bu ishlarni. Pulni elayotganlarni buni bilmaydi bular-chi. Ondan keyin bu narsalarga savollarga bir javob berish yo'q. Kashkicha bu yerda Xitoyning odami deb qarlab, ondan keyin shu Dilyar Musaboy apandim Amerikaga borgan vaqtida G'ulom Osmon ba'zilar pul uchun keldi deb o'tirib qirchechib, yo'q narsani avutib, o'zining qo'lini tiqib, o'zi purab, bir-birisiga purib top sesiqchilik qilib yoshlarni bir yerga keltirmay bu ishni buzyapti. Bu qanchalik bizning da'vorimizga ig'ir ziyon kelganini qarindoshlar sizlar bilmaysizlar. Men shu bilgachga shuningga men so'zlayapman. Albatta burun men bu maqtamagan emas, surgun hukumatni maqtagan edi tug'an. Chunki o'chaq tug'an chaqda hammamiz birlikda munofiqlar qurultayinikiga qarshi turib, uning imzoni to'plab, uni nim qilyaptiq. Men asli bunda o'ylab baqsam, bu hukumat chotni xato so'qmay, o'zininki nadin tutildig'ini bilmay, biz oldi bilan ma'lo bilan birlashib, ani yo'qotgandan keyin, andan keyin ma'ni yo'qotib, biz beshiga chiqamiz deb o'ylabdiki. Men surgun hukumatchilarga sizlar beshiga chiqolmaysizlar. Sizlar agar 3 yilning ichigacha Tibet surgun hukumatiga yetalaydigan bo'lsanglar, men mushu oldin qaytam sizlar to'g'riliq qilgan naq maydonlarimda chiqib, men sizlardan rost samimiylik bilan kechirim so'rab, sizlarga men 100 yil, 200 yilning oldidagi Sharq Turkistonning yo'g'on bir uy keladigan xarita bilan kechirim so'rab, men sizlarga shu Sharq Turkistonda so'ralgan xaritani beraman. Sizlar isloh qilmasanglar, yoshlarni bir yerga akamsanglar, mushu tashkilotdagilarni to'plaganlarni bir yerga akamsanglar, sizlar bizning o'zinglarni uftirib etmaysizlar, Sharq Turkiston xalqini uftirib etisizlar. Men sizlarga mushunchalik gapni desam, oldin qaytam sizlar xato qildinglar. Men sizlarga dedim. Men sizlarni munofiq demayman, xoin demayman, jasus demayman, ammo lekin kallamda o'tmagan savollar bor meniki. Men cho'qim o savollarga javob tepishim kerak men dedim. Chunki G'ulom Osmonningki Kashmirda yurishi, vatanda ziyolilarning oldida yurishi, uningdagi sayfidan asirlar o'tirib rasmga tushishi, Kashmirdan uningki O'rta Osiyoga o'tkazilishi, O'rta Osiyoda qon to'kilishi, 16 yoshdan boshlab qurol yasabdi, 16 yoshdan boshlab dushmanni etishni bilirki, sana sayf bir mustaqillik deganim sayfidan asirda nima bor dedim. Bu bir. Ikkinchi, sen Kashmirda yurib ekansan, undan keyin Mamtimin Hazrat, bizga Mamtimin Hazrat deb chaqiramiz. Sizlar Mamtimin Hazratin deb chaqirganlar hozirgacha qo'qaydigan bir tutuqlar bormi? Sizlar pul olmadinglar, to'g'ri bilma uni. O pulni sizlar olmadinglar, men tushundim. Uni
Ozarbayjonda nima deyishganinglar, nima qilib sizni quruq qo'l yanchuqlar bilan burni qo'liga chiqib Kanadaga ketganlarni bilaman, pul tegmidi. Ha, pul tegmidi. To'g'ri. O O'rta Osiyodami anaqa Lo'kchak Rahmatul Gasha degan akamiz birdan bir konsul Xitoyning konsullik birdan qilib o'lgan akamiz shu. Rahmat shikinglar anaqa bir akamiz $1000 uydagilar qiyinchilik xulab qilyapsa, shuni so'yayotganinglar, itayotganinglar, u narsa hech kimga sir emas. Pochinib ketishi, Sharq Turkiston Islom partiyasining bosh amiri Abdatnur nimishga menga o'tib ketdi. U bizning Abdushukur Samsaq efendim bilan men yozda kavob yegan vaqtda debdiki, bizni Anchontingdan yasab chiqargan, biz keyin hidoyat deb to'g'ri yo'l qaytganlarimiz Alloh degan qayr bayroqning keyinda u bu debdiki. Shu narsalarni shu e'tirof qilishinglar kerak, to'qinglar bo'lsa chiqishinglar kerak. Menmi qo'rqmay chiqqan. Menmi bo'lmasa ongning tegiga tushib ketadi, mening makilam ukam deb turib tatib akab, mushu to'g'ri yo'lga kirgizib qo'ygan. Endi qo'pab bu birlashadigan chog'da 10 ming imzo bilan munofiqning ishrat kuch endi alternativ holda chiqimiz degan chog' nima uchun unda qilishlar? Birsilardan birisi pul talashdimi? Pul talashqa yeri bormi? Ya bir elayotgan bo'lsanglar bo'pti, meyaga ishlatdik, mana bunda qildik desang, bizmi sening sesqingni po'qingni ko'lamaymiz? Bizmi senikin oshmaymiz bu haqqa o'yin qo'yib berib? Bizmi ayni vaqtida seni toz ko'tarmagan emas, podiqingdan ko'tarib, kech-kechidab Mirzat Yo'lboshqa telefon qilib, yana bir telefon qilib, tillama hojimda odamni. Unda qilsang olmaydi, men Sayfulla hojimni tillama, g'olamni tillama deb uningga yalirib, g'ororimizni qarib qo'yib turib, qig'ini bor, ana o'zi ekranda ko'rdi. Shunchalik senlar uchun qig'inimiz va senlarga oxirida otamning oqidimi gap qildim, Mamtiminalarga gap qildim, Tarat Abduvaliga gap qildim, Abdushukur akashga gap qildim. Rahmat akashga gap qildim, g'olam san gap qildim, senmi qarg'a tiqib deb ammo yolurg'andiki chiqmaganiki shu ekranning oldida deyishimiz dedik. Ekranning oldida deyishmaymiz. Nada deyishimiz undan bo'lsa. Xalqqa chiqib javob berish kerakda, sen yo bir manching davrimisan, sen yo bir North Korea bo'lmasan, u ishingni isloh, u ishingni yetpeliblam o'tirgan sening bir o'zingning narsa so'stiki, mayli sening bir qo'lingda o'zingning diplom bo'stiki, mayli sen o'zingcha qara ham tushni aylama biz 10 ming imzo bilan alan chiqib oldik, malan tillab o'sisdik degan bilan o'zingning qanchalik darajada sesig'iningni sana tushayotgan yurakdan seni qo'llayotganlardan qilsang bo'ldi. 20 odam tushgansa 15 nomsiz o'zing bir uyda 3 dan 4 dan ichib olgan. Seni bir texi sen uningdan keyin qara o'zingninki qara u vaqt soat kelsa Uyg'urning beshiga chiqib biz bosh bo'lib uni buni qilamiz. Sen hukumat bo'lsang qara sen qara surgun Tibet surgun hukumatiningki qara Tibetliklar Yevropada Amerika jinoyat o'tkazib qo'ysa ma hukumatni so'raydi, o'zing hukumat so'raydi. Osh darajada pasportlari, kimliklari oshinchik darajada nima? Osh darajada kuchli, ular osh darajada qilib bo'ldi. Sen 3 yilgacha akilalamsa, xalqaro saviyaga akilalamsa, akilanmaysa, mumkin emas akilanmaysa. Sen 3 yilgacha xalqaroliq saviyaga akilansang, men obam deganikidek yaxshi ko'zini oldirki, yo'g'im bir tam xarita. Bir hadimizga Yahudilar bergan, yo'g'im bir tam xaritani sana sovg'a qilib, keyindan 10 ming dollar naqd pulmi yoki kartangmi mening donationni men xato qildim, meni kechiringlar deb qilma. Lekin sen qilolmaysan, chunki sizlar xoin emaskansizlar, sizlar do'kkansizlar, haddidan ziyoda gumonxo'r ekansizlar. Qo'qaydi ekansizlar, voy oboshib ketami, voy moboshib ketamdi. O'qib ketgidek sho'q bu yerda kim bosh bo'lsa vatan nasib bo'lmadimi? Ya kirgining bo'lsa, balangni ib chiqqan bo'lsang, bo'pti ib chiqqan bo'lsang, kimning sesqichiligi yo'q bu jamiyatda kim yashash jarayonida kimningki sesqichiligi yo'q, kimning o'tkazmaydigan xatoliklari yo'q. Kimning o'tkazmaydigan xatoliklari yo'q. To'g'ri, men yurtmaslik uchun sening temangni kirib, ba'zi achchig'ini davatgan bo'lsam, u yerlar xato meningki. Men hech qachon uni to'g'ri demayman. Lekin oldimizda bir fursat kelyapti. Nima uchun ya'ni ashuni bir tutish uchun tegidan ostiqdan bir gaplashib, mushu temani bir hal qiladigan ishni qilmaymiz. Mushu temani bir to'g'rilaydigan ishni qilmaymiz. Agar sizlar deganlikdek bu odamlar Xitoyning odami desanglar, unda sizlarga 60 tashkilot sizlarga imzo bergan bo'lgandan keyin 60 tashkilot imzo bergan bo'lgandan keyin 60 tashkilot Xitoyning odam bo'lsa, avtonom tilisa 60 avtonom tillaydigan tashkilotni sen Amerikaning kongressiga akirib, mala avtonom tillaydi desang, sen shu avtonom tillayganlarning beshi bo'lsa degan gap. Bunda masala chiqdi bu yerda. Ular mustaqillik uchun qilamiz dedimi? Sen imzoni berdimi?
Uning ichida balkim yasilib kirganlarimi bor, yasalmay kirganlarimi bor. Yasilib kirgan bo'lsa, uni o'zingizning qobiliyating bo'yicha sistemini qurib, siyosatdagi besh chamrakni qo'yib, o'ttirg'i markaziga kimlarni olsa, eng ishonchlilarni ilib, uning cho'risiga, uni 5 chamrakka yamlaydi deydi bu. Yamlaydigan bundaq o'zing ishonmagan odamlarga yolg'on uchur berib, ularni shunda qaymoqtirib o'ynab siyosat degani gulgula keltirayotgan bo'ladi. O'qigan bolalar borki, uni tortib akib, uni oila ishini so'rab chiqib pul aka, uni uchun qaranglar, sizlar uqmagandan keyin qalaymaganga qilmanglar, u haqnikini qalaymagan guvani gumanni qilmanglar. Obdan axtirib YouTube'ni Dilyar Musabayning 2012dagi so'zlagan Xitoy lager ochidi, manda bundan cho'ng qirg'inchiliklarni qiladi degan narsani anglanglar. U haq degan 2000 nechidilam narsani so'zlab bo'lgan, 2012 so'zlab bo'lgan odam 2016da uydagilarni tayyorlik qilg'izib, uni buni qilib akvasi hamda yomon bo'lamda buningki. Uni tatliqdek nimasi bor. Sizlar u tag'da mujohid bo'lib balonlar chiqsanglar bo'ladi. Haq otangizni akvasi bo'lmamda hamda bo'pti-ku, bir Uyg'ur bo'lsin qutulib chiqqan yaxshi-ku. Onunki bir xoinlik qilib Xitoyning odam bo'lib, munofiq bo'lib nimish qiladi emasdan bu yerda. Unda o'si sizlarnikini qanday so'raymiz hamsa? Bu yangidan Nuri Tulkining chiqayotgan Sayfullohning Tajinur degan qizi. Kichik qiz uydan chiqib, Ro'shanning tashkilotiga Bobur Elchi bilan to'y qilganlarni, yana bir qizininki nimadan chiqib uydan chiqib, Fransiyadagi Delnorning sekular degan bir narsalar qatnashishni. Nima deymiz? Sizlar tog'da tursanglar, Kashmirda tursanglar, O'rta Osiyoda tursanglar, vatanni ziyolilaydi, Sayfiddinni tursanglar, Rabia Qadirni tursanglar, Umar Qanotni, Ro'shan Abbasni tursanglar, burun Vukungsun, Kunglusun bo'lmaysizlar. Boshqalar Vukungsun, Kunglusun bo'ldi. Sizlar ham aqlonlarni topsa, boshqa odam aqlini topmadi. Boshqalar po'qiya vatanda chatalda. Hammalar shugo, Solihning shugo, shuga vaqtlar borgo, turdigo. Biz chiqibdik munofiqlar qurultiyliklarni bunchalik darajada tillab, uni buni qilmagan bo'lg'aytu, munofiqlar qurultiyini tildigandek sizlarni bir tillab, darajada rasvolashtirib, bir ish qilmagan bo'lg'aytu. O'zingni tatildinglar bekordan haqninkini. Va bir tashkilot deganninki, bir tashkilot bilan bo'lgan bir axloq prinsip degan bo'ladi. Bir tashkilotning odamini qarakot etib, qanday bo'ladi ekan, jur'at bo'lninkini o'ynab taqdan tashlab. Og'zi poq, o bu degan tamam, sening tashkilotingning ichidagilarni soat tildimadingmi sen Sayfullo, Ro'shan Abbasni tasdiqlamaganmi? Top-toplarda 2018larda. Ha? Boshqalar og'zini buzishmaganmidan? Ha? Voy og'zini buzidi, voy aroq ichidi, voy uni qiladi, buni qiladi. O sen haq millatning qiyni ichiyotsan-ku, birlashtirmading-ku, buzyapding-ku. Undaysa uningga chiqaramading-ku isbotingni. Bu temada bak uzun so'zligim yo'q, ikkinchi temaga inib kelay. Uchinchi temaga kelay. Meningki mana Norvegiyadagi Zumrat Tursun xonimga deydigan beshik eg'iz gapim. Zumrat Tursun xonim, siz bizning xalqimizning qalbida shu zamondagi nozugum deb ta'riflab kelgandingiz. Sizga biz men kuzatib chehnalarda bu ayolning jigari voqea deb sizga ishonib, sizni izlab, yaningizga berib, ta'dimni aytib qildim. Qildim. Men ashta qilib sizni izlab bordim. Siz meni izlab keldingiz, men sizni izlab bordim. Hozir bu temani men yoqib turib turayli, mana bu hukumatnikiga kelayli. Siz mustaqillik deydi ekansiz, yana bir nima deydi ekansiz. Bu surgun hukumatning bir narsalari chiqqanda temalar buzilib ketgan chog'da, eliqi chiqib isbot bilan chiqma deydingiz. Nimishki Dilyar Musaboy shuncha da'vatini, men da'vatiman, nimishki isbotingni chiqanda isbot bilan kel demay o'tir yo'lda tutib, qo'li ko'zingizni, quloqingizni jumbilab, nima deb biz bularni bu masalalarni hal qilishga nima qilmaysiz? Masalan, bu tema to'g'risida gap qilmaysiz. Ya sizga surgun hukumat pul beryapti deya ashladim. Ajab, men hozir uning keyin kirib turay. Nima deb musha kelgan chaqda haqiqat tutmaysiz? Biz shu sizni ayni vaqtida shu haqiqatga to'g'ri, meni haqiqatan qo'lim yog'i tushib ketgan chaqda nima qilib tutib akab turib tarbiyalab, haqiqatni gap qilishni, adolatni so'zlashni, qo'rqmaslikni, maydonda o'zingizning qaldingizda o'zingiz yashang, hech kim kontrol qilmasin deganlarni o'rgatgandingiz. Hamda o'g'an chaqda men chiqib, uningdagi o'zingiz degandingiz, voy men
Dünya Uyghur Qurultayı savol qo'ysam chillab ketdi degantingiz o'zingizning iliqi Dilmurat Ablat akkauntingizda men bu qarakotga javob bermayman. Menga haq avat qo'yibdiki, men ko'rib kulib ketibdiman. Ya bu mening ota-onam chirib ketsa, yana bir nima qilib ketsa, yana bir nima bo'lsa, yana bir kimga foyda? Ha? Ya bu siz menga javob berishingiz kerak. Bu surgun hukumatning maqitim qilgan ishiga siz yon bosmasligingiz kerak. Bunun yan basması gerek. Bu çatakla ahvalımız hazır 2027'deki. Anandaki öykün onun da öyle Xitayning odami anondikan xola deb turyapsizlar. Men u o'zimni burun qarashidan yonmayman. Ajab burun men Abduvali asimda iningizda turib yordam qilganchaqda voy mehnatkash fukam siz degan jafokash siz andaqtınız mandaqtınız deb endi shu qarakun sizning bo'lsin va kim bo'lsin yizyapsizlar o'sha yerda. Shuning ichida to'xtab tur, ma balg'u munda deb bishingiz gapingiz o'tmamda, sizni boshqaramda, kontrol qilamda. Manfaat kelgan chog'da laylay, manfaat kelgan chog'da baybay bo'lamda. Men Xitoyning odam bo'lib qoldimmi? Xitoyning odam bo'lib qolgamsam, unda bo'lsa, nima deb men beshida to'xtab turay? Men nima deb beshida izlab berib qo'y, mushta bo'lgan, men zankash kuchirgan, men Dilshod Raisniki manda ishlarni meni majburlasam, voy ishkam ishni bo'lmaydi, majburlagan bo'lsa, voy u degan Xitoyning ishi, Xitoy qilganga, Xitoyniki qilgan ishni bo'lmaydi dedingiz. Unda o'z Xitoyning odam bo'lsam, jiyanim deb turib, meni ma Shveysariyaga Yarmamat Abdukerim bilan jiddilangiz otdiki. Yarmamat Abdukerimni usti saqchidan sotqa saqchidan xat berdingiz mening nomimda. Unda men Xitoyning odam bo'lsam, sizning bo'lsin-da bo'lsa. Sizningki u akkauntlarni boshqarish huquqingiz bo'lmasa, biz boshqara olamiz. Chunki men Ershad bilan biz bormoqchi edik aslida Norvegiyaga. Ershad enim bilan men bormoqchi edim. Ershad enim bilan berib, o'g'lingiz bilan paranglashib, biz mana qilmoqchi edik. Lekin Ershad eningiz o'g'lingiz men uydan chiqibdi, meni opamga gapim o'tmaydi, men gapini qilma deganligi uchun biz o'sha problem topmaylik deb men aslida Shveysariyaga bugun qaytib keldim. Bu yaxshi bo'lgan chaqda yaxshi bo'lib bu Xitoyning odam bo'lib nima ish qilib bersa, akkauntingizga odam yozsa, ajab ayni vaqtida Tug'luq Hamid meni jalabdi demasa, Xitoy xoyili demasa hech nima bo'lmaydi. Bizning boshqa qizil suzuqimiz bor. U oldidagi rasvo gaplar bilan tilg'anga men chiqmagandim, oningga ko'rib aqsidim. Chunki xala deb tillab tikansizlar. Sizlarni qo'ng'ay tikansizlar Norvegiyada haqni qo'ng'ini. Balkanga so'zlagan narsanglar silibini, o'g'lingni deb qo'yinglar, men xala ayol deb. Va gapimizsa gapmaydi emas, gaplamaymiz emas, gapimiz meni tutqizib qo'ygan yerim yo'q, men deb qo'yay. Chaqasangiz uyingizning oldiga borman, men unda er yo'q ayolning oldiga bormay uydan keyin munda men Dilshod men backgroundligimni uyan qo'yib bermay, yerga to'xtab tur degandan keyin men to'xtab turishdan keyin bo'lish kerak. Bo'lmasa chiqaylik, ochaylik, hammani beshidan boshlab nima bo'lgan tutgan ovozni qo'ying. Meni undayliqqa qo'rqitib olma, blackmail qilib olma desa, men uni kammayman. Mening o'zimning tashlalaydigan narsalarim bor, o'zimga tushdi. Ya bu surgun hukumatga Ershad yozsa, ya ashning dadisining ash darajada yozsa, ashning yo'l qo'ydingizmi? Qilmamsiz, gaplamamsiz, ashning ikki qiz gapingizdan o'tmamda, ajab adam deb gidirga. Bu qo'qab ketganda hech qanday shunga bir şey deb bo'lgan hamini. Qo'qab ketganda shu bu yerda deb bo'lgan. Bizningki teshida hozir turayotganimiz bilan otani sayrab og'zimni bek buzib etadi. Hamma haq o'yan qo'yib, otani sayyoda dedi. Otam sayyodimi? O'g'ilchilik qilsani qo'sqida qoldirib qo'ymadimmi? Qaqqanda deb berib, ilvaga ovozlarimda men kelgan ko'ygan narsalarni hech kimning qo'sqida qo'lchilik qilsani qo'sqida qo'ydirib qo'ygan, yana bizning qilib qo'ygan ish yo'q. Men kelgancha bildingiz, ko'rdingiz amanasini. Veshinikidan tortib ichib berdim. Vicdanımız olmayacağımız adımızı hazır çıkıp vermedi avatıdı İstanbul'a. Verip körüş bulduk, ekip aldık. Vicdanımız olgan bolsa biz setip etip atanımızı çıkırıp aldık. Xitayning qalçısını kenjitdik. Sizni şu merdane uğal-uğaldekka deb kayningizga azish qilsak, endi olgan chog'da anda qilsangiz boshqalarga huquq qiling. Boshqalar nima xatolik qildi bilmayman. Men nima xatolik qildim sizga? Tuzkor, nankor deb siz neningiz yapsiz, neningiz tukadimmi? O qora ko'pni degandiki shu siz degizyapsiz uni. Ya bo'lmasa sizniki u. Ya bo'lmasa men emas deb chiqib ekranda xalq olamga javob bering.
Ya bo'lsa meni xoin deb sotib bering. Men baray uyingizning oldiga. Men baramlayman emas, baralayman. Menga hozir madaniyat tartirdi. Nima deb meni surgun hukumatniki xalqaro jinoiy ishlar sudiga kirgizmaydi? Men sizga avat bergan bu butun Şöpfencan namunasini. Şöpfencanlarni tortib, voy men berman fikam, voy xotirjam, Amerikadagi do'stlarga berman deb. Nima deb meni Gollandiyaga akirmaydi? Ha? Nima deb nima deb sayraga kirmaydi? Menga nima deb meniki haqiqatan otamam turmadi deb meni nima deb surgun hukumat chaqamaydi, ha? Aşağıdaki sürgün hükümetninki bütün ilaki nim kıvatkanları bilen yağan ilaki nimeler diyenler bilen jüse pitir düşküs aşağı yakımam siz. Meğer nime de tuğlu hametler kırmayısın demem siz. Marzat yolbasıyla işimni tüketip cibimni tüketkenine kargıtık kıvatanlar ben buldu da yakamadım. Çatıkım bulmadı. Benim haklıdan dilimni tüketmedim özemden şey. Ama ona kargıtık kıvat. Ya ben seni buraya gir. Sitivetten yerim var mı? Sizni bir yerime tıklapega jedi qildiga yerim bormi? Ay, yaşatqima tarbiya qildim, unda qilma to'xta. Deb. Ya agar manda sen manda desangiz qarang, vaqtida tashlang. Isbotni tashlab, o qara kod pat qilmay qarang. Mayli men Xitoyning odam bo'lsam, hammani isbotlansin, Dilshatning isbotlansin, hammamiz isbot. Men Norvegiyaga boray. Men Qayirkamga day telefon nomerda. Aka manda ish deb meni chiqaryapti. Ya korkak ketgidek iş yok. Onun gibi nefesini ovozimni qo'yib etam bu. Va qo'yib etaveringlar, qilib bersang naytkasi be. Ishqdan be totoqning gapini qilgandik ya be. Xalqning g'aybatini qilib bergan. Hamma odam g'aybat qildi. Hamma odam g'aybat qildi. Qo'rqib qolgan ish yo'q uningdan. Men qo'rqqan bo'lsam bu buyoqqa chiqmaydim. Va bu qora kodni yozmay, unda yozmay ochiq qashlar chiqqan erkakdek bunda burunqidek dallang chiqqan bunda. Isbot bilan kel, isbot bilan qo'yma deytdingiz-ku, mana qo'yib, chiqirib, rasvo qilib xalqqa nima deb undan beshi bayqagan odam, nima deb undan voy inim kelib, miyalarga kelib, ko'tirib, hamda o'g'ancha o'zinglar sistemsizlar. Boshqalarni demay bo'l, boshqalarning gapini qo'y, hamda ularning ichida iliqi ma'vu Zükra Aysadimiz yaxshi, uningdan boshqalarniki bilimi qandaligini, to'g'ri ular jihatda maydon orig'ingizni xato demayman. Ko'dib ularnikini. Hamda haqninki boshqa surgun hukumatni tanlamdi, nima qilamdi, mayli qanday bo'lsin o'zining ishi. Men u temaga kirmayman. Lekin deyman, endi demayman. Ha? Men rost uchurga erishdimmi, yo'q uchurga erishdimmi bilmayman. Men apashni tugab ketdi deb anglab 40 chiqqicha, 7 nazar chiqqicha bizning Uyg'urlarni bunda qilmaydi degan gap bo'lg'achqa, men sal sabr qilib turgandim. Aslında yaşatlar biz bağmakçılık, ben ilerime adresini bilime obdan. Hatta taksi şirketlerden tartıp, maşin remote kılığa yerler tartıp, emniyet tartıp, ben bütün hemen tepip tak kılıp, ben yaşatlar bağmakçıydım. Kısa, ata ben uydan çıkarttım, apam bilen icazım kirişenmeydi. Gipon olsa, özüge telefon kılıyordum, ben telefon kılmayma başka numarada dedim. Ben sana değme desem, benim gipim ötmeydi, ben uydan çıkarttım, ben tumayma. Sen kelsen bu bir yer nimiş var dedi. To'g'ri demisem o bir yerde nimiş var. O uydan chiqibdi. O kelsen ben nim qilmayman degandan eslatma chiroyli chiqishni paranglashtirdim. Bundan keyin tillama sen dedim. Unimi sen bo'ldi dedim. Voy o chiroyli gaplash kerak gap bor. Chiroyli gaplashimiz satlash kerak ko'chirsa hech qanday bir ish yo'q. Bizim vatanımız türmede çürüp geçse, İslam hakkı nim fayda, vatan müstakil de kakırıp vatanın içinde müstakil bulup, bilmemse anlamadın mı? Gülşen Abdülkadir'in bizim vatanımızın kançılık faziletini, kançılık Gollandaki adlarımızın tuğlukta ilgi çıkıyor. Manda deyip, ben hakkıyla yarışıp kalsam, benim üzerinden işi. Onu sen bununla ekirmeyse, ben Roşa Abbas'ın tasdikla basam, Roşa Abbas benim kısıtsızlıkım. Bir yerden kap kaptık ya, deb şetevettiniz mi? Bizim yakamadık, içimizge bir hacet dedi, deb jim o'tadi. Sizni mi kapkayalarcak yakamadık. Her vaqra işi telefonda, her öngürsüz boptu deb aqidi teshigi chiqib qolmayli edi deb. Ha bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultayida dashatlarni berib, bering, mana Xitoyning admi, mana bunda deganti. Deb bersa men hech qanday armonim yo'q. Ha, andayliqi sana ben ilaki beşini sılayma dep içindekini kusturmayı dep koğan ben sikime desin ben unmayma onunla. Koğan ben kötü emez. Ben Umun İhsan emez. Ben Abdüali ayıp emez. Ben tuğlu Hamid Şir ben.
Şimdi ham chiqib o'kirganlik uning endi bo'risimi ko'krab chiqadi, yo'lbosimi ko'krab chiqadi o'tgankidek. Dargan gap bu. Chaqiring chaqasingiz. Üstümden so'tasingizmi? Men sizning pulingizni beraman. Advokatingizning pulini men beraman. So'lteting. Advokatingizniki, yatırığınız, tamığınız, parayla aldık gittim kelganda kelib bering, men sizga sotdim apirman, men yana nima kerak bo'lsa sizga deb beraman. Voy, biz sabdoshlarni qo'llaymiz, sabdoshlarni qo'llaydigan emas, yana biz manfaatingiz kelsa, ishiltirgansiz bo'lmasa, qarang, hammamiz tashlaydigansiz. Men popotan emas, ta'mi chiqib bo'lsa tashlaydigan. Men aroq ichgandim, nima ichsam, bomos ichgandim, opamning oltin jabdug'ini o'g'lamdim, mening o'zimning ishi. Siz bilan mis-mo'chalik aloqasi yo'q. Sizga onu deb bersam, Dilmar tabletga deb, yo Dilmar tablet akkauntida bunday iliqqa chiqib, yezib qilib, meni qo'rqitma, ovozini qo'yitma degan bo'lsangiz, men uningga kelmayman. Mana gap endi xo'p qolsin. Bo'lmasa chiqib, hammani qo'ying, ovozniki, bir tarafnikini qo'yib, bir o'zingiznikini qo'ymasangiz, ammo yipishlarni Norvegiyaga berib, oylab kunlab yetib, men ammo ayada ya ayada men bir ish bo'ladi. Ya bo'lsa bir ish bo'ladi, munofiqlar qutulib qoldi. Ikkimiz kirishib qolamiz. Yaqinmisa, iliqi, voy andaq, maymandaq, mening hamidan yervan tekkini shu Xitoyning odami degan deydi. Chunki men sizni Xitoyning odami deb baqmadim, menda so'rag'anlar nurg'un. Ashta deb qaramsiz degandim, men unda deb qaramayman. Inisi, oildikilari, dadilari ziyankesh uchirgan, men ko'rgan, hadisni Xitoy o'ltirib o'tgan. Shu darajada psixik buzilib balkim bo'lgan bo'lishi mumkin edi. Men unda gapni qilib baqmadim. Qora ko't ichmaysiz baqmadim. Tilim ko'yib ketsin. Albatta, siz bo'lmasangizmi, o'zingiz bo'lmasangizmi, albatta shuning ishqingiz gapingizni qilaman, anglamamda. Ajab, menga burun qilsangiz men anglaydim-ku. Ya anglaydigan yerda anglaymiz, hurmat qiladigan yerda hurmat qilamiz. Ya buzivatdinglarmi bu ishni? Ya bu iliqi estirin Turkiyadagi iningiz. Shveysariyadan kelgan. Dünya Uyg'ur qurultiyi iliqi indigenaslardan foydalanib, Xitoy Dunyo bankidan qarz olgan hamma topalaydi. Ajab. Solih Xudoyernikini tashlamaydi ekan-ku. Ajab. Solih Xudoyerning furshuchi bilan tushganlar olgan pullarni tashlamaydi. O'zinglarnikini yapsizlar. Ash dilyarlarninki tashkilotining narsalari shunchalik mukammal bo'lg'achqa hechnim topolmadinglar. Isbot bilan kel, isbot bilan chiqmaganki, chiqinglar isbot bilan biz dilyar sizga nimalarni ko'rsatib qo'ydi ekan, surgun hukumatning qandaqligini ko'rsatib qo'ydi. Abdi 5 yilni ichib berdim. Kunini ko'p so'raytiraman deb qo'yay. O g'olam deganlar u ay bir yoz bir oilasi va 3 qizi va odamni Qarakontda ashtarejida. Men haqqa yonbos qilaman emas. Haqning nima ishi bilan mening ishim yo'q. Meni shaxsan men ishonmayman. Men nurg'un o'rimchilik adlarimiz dedi, Shvetsiyadagi boshqalarga tova, siz bilatdingizmi? Siz nima uchun bu narsalarga jim turasiz dedim. Men aralashmayman dedim. O'zimning ishi dedim. Lekin tashkilot bo'lishi bilan tashkilot nimasi bo'yicha bu yerda bir odamning tashkilotidagi bilan bir odamniki uni hujum qilmaymiz. Agar o'ng qanot, uni qo'ng qanot, po'ng qanot, voy sizlar ajrat ubullachi unda bo'lsa. Sayfullahlarchi unda bo'lsa, g'ulomlarchi unda bo'lsa. Bu yerda o'zinglarning kelishib olgan bir manfaatinglar bo'lmasa, bu darajada Uyg'urni unda qilib ketmaysizlar. U yag'on u mustaqillik degan. O mustaqillik degan yag'on u unda bo'lmaydi mustaqillik degan. Mustaqillik degan xalqningki dunyodagi manfaatini bilan akab turib tashlaydigan narsa. Men shu savollarimga javob kutaman. Menga javob bering. Xudoyim omonat qarindoshlarim.